urib qo'ylarku. Qachon urib ketdik-da. Mana bola chiqib ketsa, daraxtlar egar mana tozalab yurishni olmaydi. Nima qiladi? Ana o'zini urib olgan mana uni. Endi Ekanmiz, ya'ni ekanmiz nima qilib. Yo, mayli, nima tozalamaydi? Masalan, qolmaydigan o'zi Yuring. Bak. Mana o'cha havonda aytyapti. Nima uchun deydi, chiroyligini sinib kafil bo'lsa ham deyapti, qilib deyapti. Oqlab qo'ymagan deyapti. Tushunasizmi? Mana yashash mana. O'cha havonda qarang. Anani qarang, tarilgan laganlar turibdi, chirib, irib ketgan. Tortanaga ketgan hamma tomon. Mana qarang, yo'q musorda o'zi yo'q. Bu supurindixonami? Men sizlarga aytaman-ku, bir ayol yashaydi, kirasan, tashqaridan qarasang, bir qabriston deb o'ylaysan. Odam tashlab ketgan bir yer deb o'ylaysan. Ana hozir uy yonboshlab olib boraman bu kishini. Qarang. Bu hamsiyaniki, ana ko'cha og'ar. Ya siz uyingiz tagini derazani tagini ko'rsataman hozir. Bosh sizdan yana. Nima qilgan balla olmagan. Yo'q, hozir keyin gaplashamiz. Eshiting. Men aytamanki, ayol supuratdagi o'cha hayvoniga, o'cha yonboshiga supurindi yig'adi. Qanday odat bu? Shu ayolni ham bir ona tarbiyalagan. Bu ham qizi bor. Kelin oladi yetmay shu ayol. Qarang, supurindi. Qanday supurindi uyda turadi? Bitta xaltachaga solib, anaga chiqarsa bo'ladi. Yoki eri ana burchakdan, ana hovlini turizdan bitta yamachan tur burchak qilib, shunga qilib, keyin suv qo'yib tursa, chirindi bo'ladi. O'g'lim bu biyogimiz. Ana ayang agar yaqqa yiqsa, bitta ikkita qo'shni keladi. Nechta qizingiz, nechta o'g'lingiz bor? Erta shu ro'zg'orga masalan normal odam kelin bermaydi. Ana qayindan ana bugun kanalga qo'yilasiz siz hozir. Mana shu mahalla kanalida o'zingiz ko'rasiz. Yana qo'shningizni ham oldik. Bitta siz emas, ikkita. Kanalga tashlamaymiz biz ham o'sirda. Sen nima aytding? Yo'q kelin, yashab. Nima tashla, ona qilamiz, bu xalqaro nima beradi. Kechirsiz, nima shu kecha qilmadi? Sizlarga og'irlar xat berib ketdimi? Ro'zg'orni to'g'rilayapti. Televizorda ko'rsatyapti tinimsiz prezident. Bizlar ishchi guruh bilan yurdik, shu yerga xonadonimizga kirib aytib ketdik-ku, hech kim bilmaydi, hamma mahalla qolib ketdi. Xo'p, mana hozir bugun aytdik. Shunisi necha kunga qilasiz? Tushunmaydi. Bir oy oldin ham bilasiz, 20 ta odam yurib aytuvdik, ekiningni ek, tomorqanga qara, Xurshid bilan poyoda poycham uzilib tushib yurib 20 ta odam bilan. Men hozir ishtaman buni. Ular kiri borki, o'zi bo'lsa mashhur. Ular noqonuniy chiqib Qo'shib olgan turibdi. Ha? Qo'shib olgan turibdi. Noqonuniy chiqib kelgan hammasi o'tkirga pul berganlar, to'rsin pulni. Sizni hovlingiz qayergacha? O'sha yergacha nima qilsa, tushib kelgandan beri hamsalar o'sha yergacha. Yo, sizni hovlingizmi yoqqa cho'zilib ketgan? Hovli eski bu yerda bo'lgan-ku. Bu yoq balandlikku. Kelgandan beri sharqaligini bilaman. Hamma chiqib ketgan ekan. Oling hamma tomon. Noqonuniy qurilma bo'yicha hozir bugun turibdi sanoqlar. Dron ustida. Agar bu yoqqa hisoblasa bo'ladi. 40 sutdan ketdi buni hovlisi. Qarang, bular mana bu paxta dalasining yonboshlari bo'lgan. Hovlini 3 marta kengaytirganda, chiqib kelavergan dalaga hammasi. Bitta tomchani qurib qo'ygan, to'riga olib borgan, tomcha qurib qo'ygan. O'z kosmosdan ko'tarasiz. Tushundingizmi? Kadastr agentligingiz qadamma-qadam jarimasini ko'rsatadi. Birdan elektrdan uzasizlar buni, keyin jarimani to'lash uchun. Noqonuniy qurilmalarni tozalab, davlat yeriga shunday birdan yerni qo'shib yuborish kerak qaytarib. Xo'p? O'zi daraxtlar ekib, ko'kartirib ham qo'ygan bular. Xo'p? Bu endi 70 fut qo'yapti. Ko'cha tarafi musor bo'yapti. Tozalatsa, shunga uyga chaqirsa, uydan arang chiqadi, hammasi qo'yadi. Bular kimlar mahallada yig'mayapti. 20 kun oldin ham keldik. 3 kun oldin ham aytdi. Mahalla raisi, buni oling. Siz ayting mana. Opa, bu yoqqa keling. Oldda o'tiring. Syomka qilingni ayting. Necha marta kelib, necha marta aytsangiz qilmaganini ayting. Siz qarang, uyga yangamlarda siz uyga bo'lmaganingiz bilan, siz hamsiyalaringizdan so'rang, naylapadan so'rang mana terapiya. Qarayar. Necha marta mahalla kelib uyingizga aytgan tozalashdi. Mana hamsiz maktabda o'ylab turadi. Bu yoningizdan so'rang. Mana shu ko'chani o'tirini nima urdi yigitlar bilasizmi? Bizni o'zini ushlab olib gapirganimiz uchun ana shu ko'chani tozaladi ballar. Musor turadi xaltaga, to'g'rimi uyingizda? Ana o'sha xalta musorini ham tayinlab, o'g'lingiz bor, katta o'g'lingiz, to'g'rimi? Nima uchun siz to'g'ri yashashsiz, normal yashashingizni ketib tashqaridan kimdir kelib aytish kerak. Shunday birov kelib aytishi shart emas-ku. Nima bilan yashayapsiz? O'cha hayvoningizni qarang. Qanday uyda yotib tursiz, uyda
Buni qanday uxladingiz kecha-kecha Mana qolib? uxlaydi. Yo'q, kecha-kecha qolib qanday o'choq ayvonida shunday bo'lib turib yashadingiz? Lekin nima bo'lgan? Oshxonangiz qayerda? Yurib. Tashqariga. Yurib oshxona. Har bittasi oshxonasini tuvalatigacha ko'radi. Shunday qilib, odamlar shu yashash o'rinlarini oldi, musul bilan. Qani qaysi xona? Ha, mana shu gazparam tashqariga qilgan. Keling buni, yashash qani. Bu yoqqa oling, komandir. Qarang. Tovuqlar nima qilgan? Oling, tovuq qilgani yo'q buni. Bu yoqdan o'ting. Bu yerdan. Shu yashashmi ayolda, yashashimi shu? Mana sabzi tozalagichmi endi qarang. Bu baqlajonni necha kun oldin tozalagansiz? Bachalar qovurganda qarang, chumoli bosib qarang, pomidor kutigacha qarang. Qanday uxlayapsiz siz ro'zg'orda? Bu yoqqa keling, mana uni oling. Mana qarang. Mana uni qarang, ustini qarang, changini, kirligini. Shu ro'zg'orda endi shu erkak yashayapti siz bilan qarang. Mana uni qarang, choynak. Qarang bu yerda tortanakni qarang. Mana changni qarang, mana kirligini qarang. Oling mana. Xaladingiz ustini. Shuni ishlatasizmi? Mana kirligini qarang. Ushlab bo'ladimi shuni? Xaladingiz. Men ballar vaqtda ballar qilsa siz bor-ku, ballar qilsa. Buni qarang, mana qarang. Bu yoqqa keling, mahalla raisi. Mana qarang. Men sizga aytibdim, mana 3 kun, 4 kunlik idishlari bilan yotadi bular. Sasi. Hozirgi qaymog'i yana aloqalangan odamni. Ittalab chiqardimda, qaymog'ini oldim bachalar. Men unga demayapman, bu yoqqa keling. Boshqa narsa aytdim. Sabzilarni aytib tepadagi sabzicha. 2 kun bo'ldi, necha kun otib qo'ygancha qo'yib qo'ydim. Yo, ortib qolsa qo'yavering, lekin tozalikni qarang. Men bachalar qo'yibdi, o'zlaring. Xaladin ichini qarang. Hozir men sizga mana ayolga ham aytdim. Erinmaymiz, mashinalar guvoh ikkalamiz. Meni mashinamga o'tirasiz, olib qo'yaman uyingizga. Bizni ro'zg'orni borib ko'rib chiqasiz, hamma joyga kiring. Nima uchun men ro'zg'orimda hamma narsa toza turadi? Nima uchun hammamiz shunday yashaymiz? Men o'zim maqtash uchun aytmayapman. Agar sizni tanqid qilib, o'zi qanday ekan deb qiziqishingiz mumkin-da, keling. Bu yoqqa keling. Oling mana. Mana shu yashashda mana qarang. Qarang mana. Ayting, bu yerda nima tartib bor? Mana zajgalka ham bor, patron ham bor. Ha? Mana changni qarang. Bolalar juda aybdor ekanda qarang. Mana qarang. Bu achmaydimi sizda ovqatingiz? Ko'klarda yemaymiz, ana qo'yinglar. Uchun hasab qismini qachon to'laysiz? Qarang, bu yoqqa keling. Uyga o'xshayotgan Mana krasovkalar turishini qarang. Ha, mana shu ballar hozir aytdim, mana bu o'rgan o'g'lim mana endi. Qarang, mana tortalar. Ko'cha devoringiz nurab buzilayotgan uyga o'xshayapti. Shuning uchun hozir tumoqim qo'xtilar. Uyga odam yashar ustiga. Men yashamaysiz. Bu kishi aytdi, menga aytdi, ikkita kampir yashaydi, hech kim yo'q. Men alakanikida. Ikkita kampir yashaydi. Hech kim yo'q degancha men bolalarni uyaltiraman unda desa kampir uchun. Bachalar sartonchiga o'tiramizda, nima qildi? Mana bu uyda ichkarida odam yashaygan-ku. Yashaymiz. Mana olingdan ichkarida yashashini, keyin tashqarisini ko'rsatasizlar shu uyda. Ichkarida odam uxlayotganini. Abitga yotamizda. Abitga o'zi yotyapmiz. Hayır, o'zlariga anaqa Biz gap. uxlamayapmiz abitga. Shu gapni ham oling, abitga biz uxlaymiz dedi. Yotib uxlagan, yotuvdim hozir, mana anaqa qildim-da. Shu uyda yig'ishtirish bormi shu? Yotuvdim. Ko'rpa to'shakni qarang, ertalab qanday chiqib ketgan bu ro'zg'or. Yerda yotibdi to'zib. Yig'ishtiramiz baland Keling, bo'lib, ko'chaga nima qilib mataga mana bu o'tirib tashlagan. Ovqat yuvmagan, yotibdi. Hozir yo'lga chiquvdim hozir, sizlar taklif qoldingizlar. Yo, siz uydan chiqdingiz-ku, biz hovlida o'tirdik sizlar kutib. Yo'q, yana kiruvdim. Ichkariga Nima kirasiz? uncha. Nima kirasiz? Qarang. Ali. Ali. Rahmat. Sen uy olding, otangiz Hammamiz bir joyda odammiz, begona bo'lmasa. ovqat qilaveradilar. Aytgan. Mana shura o'skandagi urib olib pishgan. Shuni ichida siz yotibsiz. Shu uydan chiqdingiz. Uyolmaysizmi shu ishingiz tagida shura o'skani? Men bu uyda tashlab ketilgan. Uch aytdi, ikkita nogiron sifat dedi, ikkita qarib yashaydi, bolalari ham uyda yo'q dedi. Men keyin kirdim, bu momo bo'lsa, qarg'i bo'lsa, yo'l ustida yashayotgan bo'lsa, shu bolalari shuncha tashlab ketgan bo'lsa deb burildim-da. O'zi naridan qarab, nariga kirib ketyapti. To'xtab, qaytib orqaga qaytib qo'ydi. Qarang, mana urug' olib, bu qabriston-ku bu. Qarang, uyni qarang, nurab ketgan. Qanday bu yerda yashayapsizlar? Bilmayman aslan. Bugun kechasi mana buzib tashlanglar yo remont qilib chiqinglar.
Buni kanalga hozirda o'zida qo'yasan. Xo'p, men bu yoqqa mana sho'ralar yaqinlashtirib qo'y. Mana xashak qachon o'rilgan, bu bechora qurib ketdi. Nima degan ola ikkudingda. Nima olib kirmadingiz? Ya tashqaridan qarasa qabristonda o'ylaydi-ku bu yerda. Qanday yashayapsizlar sizlar? Eringiz bormi? Nogiron emasmi? Ha, sog'mi? Sog' bo'lsa nima ishlamaydi? Odam o'zingizni yilda mana shu yerdan o'tayotgan odamlar uyalmaysizlarmi siz? Faqat shu ekanda hozir qilmoqchi bo'lgan ekan, endi qilmoqchi bo'lgan ekan, endi o'g'liga aytgan ekan, endi hozir qilmoqchi bo'lgan ekan, endi kelib qolibdi. Sal bir soatdan keyin so'ng hammaga yaxshi bo'ladi. Misol bitta ketib ketdi. Bir hafta emas, yetgan ekan. Endi qashimda bittasi bu işte hozir jarman urasiz. Ko'cha yuzini qilib qilgani uchun, uyini yashash, musir hammasi uchun jarman urasiz. Shunaqa. Menga birontasi bo'yicha men iltimos qildi, kechirim so'rab degan gap kerak emas menga. Men mana bu Vaqt keling. aytuvdim-da, Sanat aka, bu kishilarni mana turadi.